Assalomu alaykum. Sizlar bilan Sadi TV kanalidan Sodirjon imzo kompaniyasi sifatli ish romlari haqida ma'lumot berishda davom etamiz. Bu galgi ma'lumotimiz Andijon shahrida juda ham chiroyli termo 65 hamda 7 minglik premium klass. Video davomida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Video ma'lumot berish boshlayman. Ko'rib turgan obyektimiz juda ham chiroyli, shinam xonadon. Bu tomonda ikkinchi etap bor. Xudo xolsa bu tomonda ham chiroyli qilib beramiz. Ko'rib turgan eshik romlari eni bo'yi hamma razmerlar keladigan bo'lsak, bu tomonda eshigimiz katta, 1.54, 1.55 atrofida, bo'yi esa 3.40 dan baland, tepaga framoga berganmiz bitta katta shotlanka energiya tejovchi o'yinlar bilan va kirishda ko'pchilik kirishga o'sha doimgidek qulay va komfort bo'lishligi uchun hojatxona qilinadi, ya'niki eshik tagida foydalanish ichkariga noqulay kirib chiqqani. Bu tomonga eshik panoramli oynada, energiya tejovchi oyna tashqarisi, ichkarisi esa diamond. Ko'rishimiz mumkin, bu rangni chempionda asli yo'q. Biz esa bu rangda eksklyuziv, ya'niki zakaz qilib net brashantrasi qo'yib berganmiz. Chempion bir kameralik, termo ruchka, termo zamok, pedallar ham termo. Ochilishiga bitta e'tibor qilasizlar. Ko'ryapsizmi? Qanaqa ochilish opilishini juda ham zo'r holatda. Ichkari tomonda fortechka 7 minglik, tashqaridan ko'rsataman. Juda ideal ochilish opilish. Eni bo'yi keladigan bo'lsak, buni 3.10 atrofida tepaga framogan berib 2.40 eshik bo'lgan. 3 tadan italyanskiy petlar, taglari o'sha tashqariga ochilganda bu tomon xudo xolsa ko'tariladi, shunda hisobga olingan. Bu tomonda ham shunaqa. Bu eshigimiz esa o'sha 1.55, 1.60 hisobida bo'lsa ham bo'laveradi. Tepada framoga bash 80 atrofida. Ochilish tashqarisiga bu termo 65 3 kamerali vazmin. Bu tomonda mana odam qo'l yetish uchun tayyor, mana qo'l bemalol tushirib, bu tomondan ko'tarsa bemalol yon qanotli ochiladi. Shotlanka energiya tejovchi oynalar bilan 1 kvadrat metr termolar 250-260 dollardan 300 dollargacha chiqadi. Asosiysi foydalanadigan mexanizmga qarab. Ochilish yopilishiga e'tibor qilasizlar. Mana shunday katta bo'lsa ham yengil. Bir qo'lda mana. Ko'ryapsizmi? Hech qanaqa kuch ishlatmasdan tashqariga ochilish. Ochilganda mana tashqaridan ertaga bemalol mana bu yerda masofa katta, bemalol tosh terilsa tegib qolmaydi. Xonachalarni bitta ko'ramiz. Xona ichidan ko'rinishi shotlankalar bilan juda ideal chiqqan. Bu tomonda rom 7 minglik, hozir yon tomondan ko'rsatganim 7 minglik romli polni plastik seriya 5 kameralik mexanizmimiz hammasi bo'lib katta bo'lganligi uchun mana bu germanskiy roto qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Roto sifati juda ham zo'r. Har bitta zatseplari joy-joyiga qo'yilgan. Добавочный rezinalar qo'yilgan. Добавочный rezina doim profil tegib yopiladi, chunki shu mezalasi shunga bog'liq. Ko'pchilik tegmasin deydi, tegmasa issiq sovuqshamaydi. Energiya tejovchi oyna tashqari bemalol ko'ryapsizlar, lekin tashqaridan xona ichkarisini ko'rmaysizlar. Bunday dvoynoy mexanizm bor, dvoynoy ochilsa bo'ladi. Bekilishi. Bu tomonda mana xuddi shunaqa bir xil fasonda bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Bu o'sha o'ng qo'l bilan, bu ham o'ng qo'l bilan. Endi esa ko'cha tomonda romimiz bor. Ikkita chekka ochilish panoramli holatda, juda ham chiroyli. Energiya tejovchi oyna ochilishi mana. Ko'rasizlar, roto mexanizm. Sifatli Fornax qo'yilmagan, roto qo'yilgan. Dvoynoy mexanizmlari bor. Bekilishi. Bu tomonda esa mana ko'rishingiz mumkin, qo'shimcha petlar qo'yilgan. Sababi bu obyektni yonga ochilish. Mana hech qachon mana qanoti chiqib ketmasligi uchun, ya'ni qorin bermasligi uchun toza mexanizm qo'yilgan. Mana shu mexanizm o'zida ham raziyasi, masalan, Fornax bilan kamida 400 ming, 450 ming raziyasi qiladi. Masalan, bitta romimiz aytaylik 3,5 million chiqsa, masalan 3,5 million chiqsa, bu bilan 4 million chiqadi. Hozirgi kunda mana shu 7 minglik mana shu holatdagi kvadratini 160-170 dollardan boshlab u yog'iga ketaveradi. Asosiy mexanizm issiq sovug'i, ya'niki qisishi, zatseplari bir xil, issiq sovuqda ham bir xil, lekin mexanizmi uchun summa qo'shiladi. Bu tomondan xuddi shunaqa ko'rishingiz mumkin, bir xil holatda. Roto mexanizm ishlatish yaxshi tomoni ham bunaqa kattalarda yaxshi zatsep qisadi. Nimaga bunda yon qanotda yo'q deyishlar mumkin? Bu dvoynoy mexanizm, dvoynoyda qo'yib bo'lmaydi. Mana dvoynoy ochilish. Ideal holatda. Endi nariga tomonni ko'ramiz. Boz tashqariga ochilish. Foydalanishga ham juda qulay bo'lgan. Bekilishi. Va bu tomonda mana derzlar fasoni. Hammasi eni bo'yi bir xil. Mana lazer yoqib qo'yganman, ko'rishingiz mumkin. Lazer idealni mana shu tagiga tushib turibdi lazer mana. Mana buni ham tagida turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Lazer tekis kelgan. Mana. Manchaliga yorug' bo'lmaganligi uchun uncha bilinmayapti. Qorong'i bo'lsa yaxshiroq bilinardi. Buni tagi ham xuddi shunaqa holatda. Va mana eshigimizga keladigan bo'lsak, bu eshigimiz bu ham termo 65, bu ham tashqaridan ko'rinishi mana energiya tejovchi, lekin bu xona ichkariga ochganmiz. Nimaga u tashqariga ochilyapti, bu ichkariga? Sababi zinapoya kichikroq, shuning uchun buni ichkariga ochish. Ko'rishingiz mumkin. Ochilish yopilishlarga e'tibor qilasizlar buni ham. Mana panoramli katta ko'rinishdagi rom. Ideal holatda. Shotlankalar juda ham chiroyli mana. Juda ham zo'r chiqdi. Xudo olsa bu yil
Pol remonti bitib bo'lgandan keyin bu ish romlarning ko'rinishi yana ham chiroyli bo'ladi. Xo'p, video ma'lumot qisqacha bo'ldi. Xudo xolasa, bu davomi qilganda общий bitta obzor qilib beramiz. Juda ham chiroyli chiqadi, kompaktni. Hovli lekin zo'r. Sekinlashtirilgan holatda ko'ramiz. Agar sizlarga ham xuddi shunaqa sifatli ish romlar kerak bo'lsa, bog'lansalaring, chiroyli qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.